Kim nima desa desin, lekin mana shu KB5 ga yomon ishqim ketdi. KB5 gibrididan 2 litr motor bilan bor yo'g'i 7200 kilometr yurgan akalar, lekin mana bu rangi mandarin salon yomon ochar ekan mashinani. Kelindi yaqinroqdan. Xo'p, panorama lyuklari ham bor, mashinamizda rasxodlari umuman deyarli yo'q. Mana shu chiziqlar bor-ku, mashinani juda ham alohida tema qilib ochib turar ekan. Mashinamiz 2025-yil 7-oy berkada turibdi. Mashinamiz nalichida sotuvda. Xudo xolasa, Enfield Navarottagi Best Selection degan versiyasidan. Xo'p, bitta o'tirib ko'ramiz. Nima deysizlar? Qora rangi bu mandarin rang juda ham ochar ekan mashinani haqiqatan. Multimedia, climate control, skorshlari krishkalik, auto hold, parking. Hop, sidinyalar isiydi, soviydi, rul isiydi, hammasidan bor. 7364 kilometr yurib turibdi mashinamiz. Xudo xolasa sotuvda. Ikkita dual display. Hop, Android monitor, buni o'zbek tiliga o'girsa ham bo'ladi. Climate control. Bu yoqda besprovодной zaryadchilar ham bor. Panorama lyuklari ham ishlab turibdi. Hozir yopyapman. Ozgina oldin ochgandim. Hop, tepalari Alicantara akalar. Mashinamiz aytganimdek juda ham ozoda holatda minilgan. 2025-yil 7-oy berkada turibdi. Narxi keladigan bo'lsak, narxi O'zbekiston tamoyilchisigacha 28000 dollarga yetkazib beramiz. Qiziqqan aloqaga chiqarasizlar. Rastamoskasi ham juda ham yo'lida bo'lib chiqadi, arzon chiqadi. Hop, 40 ming atrofida plus minusda bo'ladi.